Assalomu alaykum, hurmatli avtopritsep ixlosmandlari. Bugun navbatdagi zakaz pritsepimiz tayin bo'ldi. Bu pritsepimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qanliko'l rayoni Arzimbetqim avul fuqarolar jiyinida bo'ldi. Pritsepimiz turali qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, razmeri 1.40 ga 2.40 bo'ldi. Bortning biyikligi 37 cm, agrajnesining biyikligi 70 cm. Agrajnesini ajag'amizning qalevi bo'yicha qalin qilib to'qib berganmiz. Bortining qalinligi 3 mm'lik toza listlardan ishlandi. Krillida 3 mm'lik toza listlardan ishlandi. Resorlari traktorning pritsepning resorlari qo'yilgan. Qo'shimcha prujin amortizatorlar o'rnatib berganmiz. Ramalari shivillerden, tartari uchuvida shivillerden ishlandi. 1 tonna 600 qalin zamoklari qo'yildi. Ajag'amizning o'zida parkovlari bor ekan. Elektromontajlarini ishlab berdik. 2 disk balonda ajag'amizning o'zi olib keldi. Bu pritsepimizning bahasına keladigan bo'lsak, 8 milyon 600 ming so'mga ishlab berganmiz. Aslida bo'lsa 3 mm'lik 3 cm'lik qalin poltaqtaylardan qaqib berdik. Ajaga pritsep ma'qul bo'ldimi? Oldu, rahmet. Kuyulganadı pritsep. Rahmet, qo'nglar ko'rmasin. Bo'ladi, o'ng bo'lsin. Asldan samali esib tursin, yaxshi kunlarga buyursin. Pritsep ishlab chiqaruv manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qanliko'l rayoni Oltinko'l avul fuqarolar jiyini Qo'shavulda joylashgan. Kimga qanday pritsep kerak bo'ladigan bo'lsa, 88 dan 059 2101 telefonlarına zvonok etib baylansa bersangiz bo'ladi. Sağ bo'ling, salomat bo'ling.